Nima uchun qimmat mehmonxonalarda hasharot yo'q va doim ajoyib hid anqiydi? Ortiqcha pul sarflashni bas qiling va mana buni qilib ko'ring. Agar oshxonangizda hasharotlarni ko'rib charchagan bo'lsangiz, to'xtang va mana buni qiling. Keling, o'zimizning kuchli repellentimizni tayyorlaymiz. Avval bir dona qog'oz sochib oling va unga yaxshilab mentolli masrut chiqing. So'ng ustidan ozgina ichimlik sodasi seping. Keyin unga mixgullar, biroz dolchin va bir necha tomchi zaytun moyi qo'shing. Hammasini ehtiyotkorlik bilan o'rab, kichik silindr shakliga keltiring va issiqqa chidamli shisha idish ichiga joylashtiring. Endi bir uchini ehtiyotkorlik bilan yoqing va tutun o'z ishini bajarishiga imkon bering. Bu hidlar uyg'unligi hasharotlar uchun juda kuchli ta'sir qiladi, ammo uyingizda yoqimli va hashamatli hid qoldiradi. Pashsha, chivin, chumoli va suvaraklarni bir necha daqiqada yo'qotishga yordam beradi. Bu usul tabiiy, arzon va uyingizni himoyalash uchun juda samarali. Uyingiz ozoda, yoqimli, hidli va bezovta qiluvchi hasharotlarsiz bo'ladi. Videoni saqlab qo'ying va bugunoq sinab ko'ring. Sizni uyda eng ko'p bezovta qiladigan hasharot qaysi?